Men sudanlikman va meni Filippinlik opam bor. Opam musulmon emas, lekin meni uning nomidan so'ramoqchi bo'lgan savolim bor. Uning savoli shuki, bir do'stim menga aytgan edi, masalan, agar siz bugun odam o'ldirsangiz va ertaga islomni qabul qilsangiz, islomni qabul qilganingizdan so'ng sizni yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'xshab hamma gunohingiz yuvilar ekan. Hattoki siz kecha odam o'ldirgan bo'lsangiz ham. Bu haqiqatdan ham shundaymi? Filippinlik opa-singillar juda yaxshi savol berdilar. Ularning so'zlariga ko'ra, agar siz islomni qabul qilsangiz, barcha gunohlar kechirilar ekan. Va mendan ular agar bir odam qotillik qilsa va ertasi kuni islomni qabul qilsa, u qotillik uchun kechiriladimi deb so'radilar. Va mening javobim ha. Ammo lekin siz islomni qabul qilaman deb rejalashtirgan bo'lsangiz va keyin siz odam o'ldirsangiz, unda siz gunohga botgan bo'lasiz. Bu shuni anglatadiki, siz o'zgarishdan keyin qotillik qilasiz. Siz tushunyapsizmi? Siz yaxshi, men ertaga boshqa dinni qabul qilaman desangiz, siz allaqachon bitta Xudo borligiga ishongan bo'lasiz. Shundan keyin siz bugun qotillik qilsangiz va keyin islomni qabul qilsangiz, unda bu kechirilmaydi. Agar siz islomni qabul qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, men islomni qabul qilmoqchiman desangiz, siz bu e'tiqodga ishongan bo'lasiz. Islomni qabul qilish uchun buni 5000 kishi oldida aytish shart emas. Bu faqat siz va Allohga tegishli. Agar bugun siz Xudo yagona ekanligini va Muhammad payg'ambar uning elchisi ekanligini tushunsangiz, demak siz allaqachon musulmon bo'lgan bo'lasiz. Va agar siz shunda ham odam o'ldirsangiz, bu qotillikning gunohi sizning bo'yningizga bo'ladi. Siz meni tushunyapsizmi? Ammo agar siz yagona Xudo borligini chin dildan bilmasangiz va bugun odam o'ldirsangiz va ertaga islomni qabul qilsangiz, bu kechiriladi. Shirk qilgandan ko'ra qotillik qilgan bo'lsangiz kamroq gunoh qilgan bo'lasiz. Va yana bir hadis bor. Va mashhur olim fan doktori, hadis emas, balki hikoya deb da'vo qiladigan hadis bor. Bir ko'plab qotilliklarni sodir etgan kishi u bir olimning oldiga borib, Xudo qilgan ishi uchun uni kechiradimi deb so'radi. Olim yo'q deb javob berdi va keyin u uni o'ldirdi. Keyin u yana boshqa erga borib so'radi. U bir shaharda islomning asl ma'nosini tushunishini va agar u bu e'tiqodni qabul qilsa, kechirim topishi mumkinligini aytishdi. Biroq u bu shaharga yetib borguncha vafot etdi. O'sha paytda o'lim farishtasi va jannat farishtasi paydo bo'ladi. Ulardan biri bu odamning do'zaxga, ikkinchisi jannatga tushishini xohlaydi. Ikkalasi bahslasha boshlaydi, yo'q, u jahannamga tegishli, chunki u juda ko'p odamlarni o'ldirgan deydi. Ammo jannat farishtasi, yo'q deb e'tiroz bildiradi. Axir, bu inson islomni qabul qilmoqchi edi-ku deydi. Shunday qilib, ular uning shahardan qanchalik uzoqligini o'lchashdi va o'lchovdan so'ng u islom haqida bilim olib, islomni qabul qilmoqchi bo'lgan shahar yaqinida vafot etganiga ishonch hosil qilishdi. Shuning uchun u kechirildi va jannatga yuborildi. Demak, mana shu islomning go'zalligi hisoblanadi. Islomni qabul qilganingizdan keyin barcha gunohlaringiz kechiriladi. Rejalashtirmang, Alloh yaxshiroq rejalashtirishi mumkin. Aks holda, agar siz haqiqatdan ham islomni qabul qilsangiz, sizning barcha gunohlaringiz, shu jumladan sizning avvalgi qilgan shirkning gunohi ham kechiriladi va siz yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'xshab begunoh bo'lib qolasiz. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim.